Gülüm, peshonangiz chiroyli ekan. Yozilgani bo'laymi? Voy qasamxo'ring, hali meni hayotda ko'rmagansiz-ku. Hayotda ko'rmagandirman, lekin tushlarimda har kuni ko'raman. Bittagina rasmingizdan jo'nating. Yo'q, nima qiladi? O'rtog'imga isbotlamoqchi edim. Nimani? Farishtalar ham rasmga tushishini. Shunchalik chiroylimanmi? 4 ta rasm ketdi. O'zim yaxshi insonman-ku, ichimda kichkinagina maraz odamcha bor-da. Kashiroqcham telefon qilyapti-ku. Как дела, пупсик? Без тебя душа болела. Ты пришла и все прошло. O, ruschani ham o'rganib oldingizmi, aşkım? Конечно, men to'g'rimi sizga, bizlar bir-birimizga padzaka, Santopa. Xursand qildingiz, bitta iPhone 17 mandan. Tushunmam Santopa. Men sizga qanaqadir texnika uchun gaplashganim yo'q. Meni tuyg'ularim samimiy. Menga telefoningiz kerak emas. Undan ko'ra shuni naqd qilib beraman. Oshlaka, o'zim ish qilaman. O'g'riman. O'g'ri? Ha, qizlarning yuragini o'g'irlash bilan shug'ullanaman. Lekin seni qaro ko'zlaring menday o'g'rini asir etdi. Gapga ham ko'ylakcha kiydirib yuborasiz. Bir kuni yer bilan osmon kim chiroyli deb spor o'ynabdi. Xo'p, keyinchi? U sporda yerga yetib chiqibdi. Nimaga? Chunki yerda sen borliging uchun. Shunchasi bilan bir vaqt o'zida gaplashib, men bir talantda adashtirib olmaganimga qoyil. Obbo meni. Ha, telefon qilsam nima? Telefoningiz o'chiq. Janozada edim. Voy, kim o'ldi? Shu senga bo'lgan muhabbatim. Voy bu, bir marta pul so'raganingizda bera olmaganimga shunchami? Dadajonimdan endi pul oldim, hozir tashlab boraman. Oh, mo'jiza, o'lgan muhabbatimni sun'iy nafasday tiriltirdik. Onasini bilsin, minglab odamlardan uyatam yo'q. Aka, boshlan baloniga damir bering. Aka, bu kolbasa yeyapsiz, buningiz halolmi o'zi? Bir vaqt o'zida shuncha qiz bilan gaplashganda kolbasa halolmi deb qo'yamanmi? Toza aflasmanda o'zi ham. Niginechka, sen uchun jonimni ham berishga tayyorman. Faqat ertaga. Nimaga ertaga? Chunki bugungi kunimni senga bag'ishlamoqchiman. Voy jinni voy. Qizlarga ham hayronsan. Yaxshi bolalar turib, kelib menga o'xshagan pastkashligi podolda pastlarga ishonadi. Videochani bugun bittasiga, ertaga boshqasiga sevaman deydigan bir vaqt o'zida 85 ta qiz bilan gaplashib, yuragi o'pishib bo'lib ketgan Alphonse Pro Max'larga yuboramiz.